Qayerdansiz Buxoroni? G'ijduvon rayonida. G'ijduvon rayoniga assalomu alaykum ammalarga. Salomat bo'linglar. Gulnora mama, bo'yingiz haqida ma'lumot bersangiz. 93 santimetr. Taom tayyorlash, ijtimoiy tarmoqlarda buni yuklash, muxlislar bilan baham ko'rish g'oyasi qanday tug'ildi? O'zim tadbirkordaman, do'konimga o'tirgan edim. Ayolim bilan bular ko'p keladilar, do'konga kelib ketadilar. Ideya o'ylab turgandim, keyin bular keldilar. Shu go'shtlik non ideyasini o'ylab turgandim. Keyin qaradim, qo'llari kichkinagina, xamir qo'ryaptilar. Shu ideyalar keldi-da. Keyin bularga aytdim. Bularga aytganimdan keyin bu kishi aytdilar, "Yo'q" dedilar, "Men chiqsam" dedilar. Odamlar kuladi meni ustimdan dedilar. Keyin men aytdim, "Yo'q, siz xafa bo'lmang. Unaqa narsa emas" dedim. Keyin bir ikkita videolarimni ko'rsatganimdan keyin, o'sha tushuntirganimdan keyin bu kishi rozi bo'ldilar. Keyin shundan keyin boshlanib ketdi. O'zi yoshlari nechida Gulnora mama? 67 yoshga. 67 yoshlar. Voy. She'r yozib turar ekansiz, a? Yozib turaman. Bir emas, 2 ta'lim dargohini tugatgan ekansiz. To'g'rimi? Qayerda o'qigansiz? Bitta aytib qo'ying o'zingiz. Buxoro madaniyat texnikumi. Madaniyat texnikumida? Chilonzorga nima yuridik texnikum bor. Uchirishi bor. Ana shunday o'qiganman. Qoyil. Mana shu liboslarni ham o'zingiz tikkansiz, ko'ylaklarni, to'g'rimi? Chaponchani emas. Choponchani emas, ko'ylakni. Chaponchani buyurtma qilgansiz. Ko'ylagingizni o'zingiz tikkansiz. Xonada ishlagansiz. Buni o'yin ishladim. 10 yil kutubxonachilikda ishlaganlar. Keyin zakaz tikdim. Tikuvchilik o'tib. Oningiz bor ekanlar? Bizni ko'ryaptilarmi? Bor. Salom aytib qo'ying ularga. Salomat hammalarga. Onajon necha yoshdalar hozir, onajoningiz? 86 yosh kerak. 86 yoshdalar. Ismlari? Ismlari Bibrajab. Bibi Rajab Rajab aya, sizga salom yo'llaymiz. Erkak qizingiz mana bugun omon-omonda mehmon bo'ldilar.